Men sizga hozir 15 yillik shu sahrni diabetni mana shunaqa pozitiv holatga chiqadigan darajada yengib o'tganim haqida zo'r gapirib beraman. Men 35 yildan beri tibbiyot xodimiman. Shu narsani tushungan holatda kasal bo'lish juda ham qiyin bo'lgan menga. Bu kasallikni yengib o'tishga boshida aqlim ham yetmagan. Xudoga shukr, mana hammasi o'tib ketdi, ortda qolgan. Men asli Namanganlikman. Norin tumanidanman. Namangan viloyat markazida, perintal markazida ishlayman. 35 yillik stajga ega tibbiyot xodimasiman. Bu kasallik bilan kasallanganimga 15 yildan o'tdi. Eski diabetiklardanman. Anchadan beri bu kasallik bilan kurashaman, shu front ichidaman. Avvaliga juda ham boshida stressga tushdim, qiynaldim. Bunaqa ruhiy tushkunlik ezvordi-da. Zahr bo'lganim bilganimdan keyin juda ham qo'rqib ketdim. Chunki juda ko'pchilikda asoratini ko'rganman. Yomon oqibatlarga olib kelganini ko'rganman. Boshida avvaliga juda ham qo'rqinchli bo'ldi men uchun bu holat. Bu sahrni tekshirtirishingizga nima sabab bo'ldi? Sahr tekshirtirishimga uyqusiz bo'lib qoldim. Asabiylashardim, o'ta asabiylashardim. Uyqular yo'q edi, kechqurunlari asabiylikdan yurib chiqqan kunlarim bo'lgan. Keyin o'sha paytlarda yana simptomlari ko'rinishni boshladi-da sekin-sekin. Qanaqa? Masalan, nochnoy diurez ko'paydi, suyuqlikka bo'lgan ehtiyoj ortdi menda juda ham. Keyin tekshirtirsam diabet chiqdim. Boshida o'sha 10 chiqqan. Juda ham tushkunlikka tushib qolganman, yomon holatlar bo'lgan. Keyin sekin asta mana vrachlarga bordim. Ular yupatishdi. Diabet bo'lgan odamlar yupatdi. Mana tib qonunlarida bunaqa bor, haligi sidina bilan davolasa bo'ladi buni deb hamma endi bilganlaricha tavsiyalar berishdi menga. Diabetda hamma bir-birini zo'r podдержка qilar ekan. Ishonasiz, men shu kasal bo'lganimdan keyin bildim, diabet bo'lgan insonlar bir-biriga juda ham samimiy, beg'araz yordam berar ekan. Podдержка zo'r ekan haqiqatdan. Keyin mana yillar o'tdi. Avvaliga dieta qilishni tushunmadim. Bitta dori ichsam bo'ldi, shu meni sahrimni barqarorlashtirib turadi deb, chunki sahr har kun tekshirtirmaymiz u paytda. Deb shunaqa deb yurdim. Dieta qilmasdan bitta tabletkaga suyanib qolib yurdim. Borib yillar o'tib asoratlana boshladi. Ikkilamchi kasalliklar kelishdi boshladi. Bu sahr, diabet oshib, doimiy muttasil oshib yurish natijasida ikkilamchi kasalliklar qo'shildi. Sahr bilan kasallangan insonlar juda yaxshi biladi. Aksariyat qismida oyoq og'rig'i bilan o'tadi. Tungi og'riqlar, eng yomoni tungi og'riqlar. Chora qidirasiz, og'riq qoldiruvchi mazlar yozib beradi, nevropatologga borasiz yoki o'sha endokrinologga borasiz, og'riq qoldiruvchi dorilar, qizdiruvchi, mana местный qizdiruvchi, qon aylanishini yaxshilovchi nimalardir, yozib berishadi. Uni har kuni muttasil chaqaloqqa o'xshab ehtiyotlab qaraysiz-da, oyog'ingizga ham, oddiy oyog'ingizga ham. Shu darajada xavfli bo'lib qoladi siz uchun hamma narsa. Lekin bu narsalar u doimiy bo'lib aylanib qolgandan keyin u tuzalib ham ketmaydi-da. O'sha masalan oddiy neuropatiyani olaylik. Qon aylanishi buziladi, oyoqda sovqotishlar, jimirashlar, uyushib uxlab qolishlar, hech narsani sezmaslik, karaxtliklar, bu narsalar borib arzimagan jarohatingiz ham katta infeksiyaga aylanib ketadi. Infiltrat yig'ilib o'sha mestada keyin u nima bo'ladi? Gangrenaga olib boradi, qorayib mana. Bu diabet bo'lganlar juda yaxshi biladi, bu azob bilan kurashayotgan insonlar qancha hayotda. Shuni ko'zga ta'sir qiladi. Ko'zga ta'sir qiladi. Orada insulin oldim necha yil. Insulinga menda zavisimiz yo'q, lekin baribir olishingiz kerak, sahringiz tushmayapti, yo ozishingiz kerak, yo insulin, bir narsalar, xullas analizlar, qancha rasxodlar ayting uni ichida-da, o'zicha bo'lmaydi ekan. Endi keyin nimalarga qiziqishdi, tabiiylikka qiziqishni boshladim, chunki insulindan charchadim. Yillar insulin olib charchadim. Necha mahal insulin olardingiz? 2 mahal olardim. Keyin kuchayib ketgan paytda 3 mahal, 4 mahalga chiqqan paytlari bo'lgan. Keyin oxiri tabiiy yo'llarini qidirishni boshladim. Keyin har xil reklamadagi firmalarga telefon qilishni boshladim. O'sha telefon qilib konsultantlarni chaqirtirib gaplashardim. Ba'zida urushib ketgan holatlarim bo'lgan, bunaqa ko'nglim to'lmasdan ularni javobidan-da. Oxiri keyin stop diabetni ko'rib qoldim men. Qayerda ko'rdingiz? YouTube'dami? Instagramda ko'rdim, Facebookda ko'rdim. Ko'rib qolib, ularga ham telefon qildim. Telefon qilib, Oydinoy degan qiz aloqaga chiqdi. Aloqaga chiqib shunaqa chiroyli gaplashdi. Men o'zim savollarimga javob topa oldim o'sha qizni nimasidan, javoblaridan qoniqdim. Yetarlicha javob berdi, meni qiziqtirgan, meni qiynayotgan muammolarga javob berdi u qiz. Keyin
mahsulotni o'sha qizni chiroyli tavsiyasi bilan keyin mahsulotni olib ichib ko'rdim. Ichib ko'rsam aytaymi, men o'shani ichganimdayla mana insulin olardim o'sha paytda, apidra olib yurardim. O'sha mahsulotni ichganimdayla 3-4 kun, yolg'on emas, 3-4 kunda oyog'imdagi og'riqlar yo'qoldi. Eng meni qiynayotgan, og'ir qiynayotgan narsa oyog'imdagi tungi og'riqlar edi. Aynan kechqurun shirin ishdan kelib uxlayman degan paytingizda oyoqdagi shunaqa tortishishlar, og'riqlar qiynardida, o'sha narsalar sekin-sekin yo'qolishni boshladi. Keyin shu nochnoy diurezlar yo'qoldi. Tunda hojatga chiqishlar, chanqoq hissini yo'qota boshladim. Masalan, bir kunda 3 litr, 4 litrgacha ehtiyoj bo'lganda, suvga ehtiyoj bo'lgan tanamda. Keyin yomon tomoni bitta narsadan xavfsirardim. O'sha siydik bilan kechirasizlar-ku, glyukoza chiqib ketadi-da. Glyukoza tanadagi mikroelementlar chiqib ketadi. Bizga kerakli bo'lgan o'sha kalsiy, magniy, yana nimalardir chiqib ketadi. O'sha keyin odam holsizlashib boraveradi. U o'zi ketmaydi. U o'zi bilan birgalikda biz uchun, tanamiz uchun kerakli mikroelementlarni olib chiqib ketadi. U o'z-o'zidan tanadagi holsizlik, surunkali muttasil charchoq, asabiylik, yana bir narsalar, magniylar chiqib ketgandan keyin u narsalar bo'ladi o'zi odamda-da. Keyin uyqum bir me'yorga tushdi, chunki tanadagi og'riqlar yo'qolib, tanangiz halovat topgandan keyin uyqu bir me'yorga tushdi. Chanqoq yo'q, tunda turib suv ichishlar yo'q. Uyqu bir me'yorga tushdi. Borib yaxshi bo'la boshladi hammasi. Endi mana 2 yilcha bo'lib qoldi shuni ichayotganimga-da. Keyin o'zimga o'xshab nechta insonga tavsiya qildim buni. Chunki bu narsani-da mana kimgadir retsept yozib berish yoki nimadir tavsiya qilish boshqa narsa. Uni siz iste'mol qilib, tanangizda uni huzurini sezish boshqa-da. Albatta. Mana sahrga dori yozib beradi, endokrinologda, o'sha mana farmatsevtik nimadan yozib beradi. U qayertingizgadir zarar qiladi yoki bo'lmasam bitta sahrni o'zi bilan kurashadi u. Masalan, sahringizni tushirishi mumkin qanchadir muddatga. Qoladi. U yondosh kasallik, ikkilamchi kasalliklar turadi. U asoratlar o'shandog'icha qoladi. U qo'shiladi yoki bo'lmasam o'zi shundoq tanangizni qiynab yuradi yillar o'tib. Bunda nafaqat sahrim tushdi. Mana o'sha ikkilamchi, mana o'sha oyoq og'riqlari, o'sha chanqoq, holsizlik, uyqusizlik hammasi sekin-sekin chekina boshladi. Avvalgi holatimga qaytdim. Unaqa asabiyliklar, baqir-chaqirlar yo'qda. Uydagilaringiz ham xursand bo'lgandir. Xursand bo'lishadi, chunki mendagi simptomlar yo'qolishni boshladi. Ular ham qiynalardi men bilan teppa-teng. Ayniqsa o'g'lim juda qiynalardi, haligi nima yordam berishni bilmaydi. Oyog'im og'risa, nima qilaylik, ayajon, yana nima qilaylik deb o'tirardi. U yordam bera olmaslik yomon-ku onaga ham. Endi borib insulin. Yo'q, insulindan o'zboshimchalik bilan chiqib ketdim. Hech kimga tavsiya qilmayman buni-yu, lekin o'zi yaxshi bo'lgandan keyin mana sahrim hech qanaqa dorisiz ham yaxshi yurishni boshladi-da. Keyin apparat o'rnatdim. Sibionix apparatda yuribman anchadan beri. Uni o'rnatsam, u doimiy o'zini o'zi monitoring qiladi. Doimiy bilib yuraman. Sahrim oshgan, oshmaganligini telefonimdagi o'sha programmaga qarab yuraman. O'zim bilyapman, dorilarga ehtiyoj qolmagan. To'g'risi, hozir hech qanaqa dori ishlatmayman. Keyin bolnitsaga yaqinda davolanishga bordim. Diabetingizga nima ichasiz dedi, nima deyishni bilmadim. Chunki stop diabet desam, vrachlar ozgina tepa sochi tikka bo'lib oladi, bag'i ham bor-da. Shuni tushunmayman. Bularda qanaqa konflikt bo'ladi o'rtalarida. Keyin aytdim, to'g'risini aytay, o'sha doktor klinikasiga bordim, stop diabet ichaman dedim. Desam, bunday qarab, qanaqa ta'sir qiladi dedi. Endi bilaman, sizga yoqmasligi mumkin, lekin menga juda ham yaxshi ta'sir qilyapti dedim. Menda asoratlar qolmagan. Bu diabetik tomondan menda hammasi yaxshi deb o'shanaqa dedim. Endi yaxshi bola hech narsa demadi, ortiqcha gapirmadi. Nimagadir endokrinologlar e'tiroz bildiradi. Mana shu e'tirozlarga bitta menda ham hozir o'rni kelganda aytib qo'yishim kerak. Biologik faol qo'shimchalar biz xohlaymizmi, yo'qmi hayotimizga endi kirib keladi. Biz uni qanaqa qabul qilishimiz muhim emas, u kirib kelib bo'lgan bizga. Chunki bitta gap aytaymi, tibbiyot paydo bo'layotgandan oldin Ibn Sino tip otasi deydi, tibbiyotning otasi Ibn Sino. O'sha insoniyatni o'sha biologik faol qo'shimchalar bilan davolagan. Hech qachon uni farmatsevtika zavodi bo'lmagan Ibn Sino yoki bo'lmasam aptekasi bo'lmagan. U o'sha biz ishlatayotgan mana shu biologik faol qo'shimchalar. Endi o'sha stop diabetni ichida ham 97 tami komponenti bor. 65 xil tabletkasida, yana undan tashqari kapsulasida, choyida, ana qorasida, hamma men hisoblab chiqdim, o'shancha uning ichidagi komponentlari hammasi tabiiylikka asoslangan. Shunday.
uni ichida masalan bir haligi kimический preparat yo'q. Hammasi o'sha tib qonunlarida yozilgan. Sababini aytaymi? Men avval sahr bo'lganimda aytyapman, haligi sahr bo'lganlar bir-biriga zo'r podдержкаga chiqadi. Menga stevia tavsiya qilishgan, xilba tavsiya qilishgan, zafaron tavsiya qilishgan. Men o'shalarni yakka tartibda ichganman. Endi hozir qarasam, stop diabet ichida o'sha men iste'mol qilgan, menga o'xshab minglab odamlar qidirib, uni bozorlardan, giyoh sotadigan do'konlardan qidirib topgan hamma komponentlar uning ichida bor. Stop diabet ichida bor. Yaxshi tomoni ham shunda buni. Shuning uchun endi faqat o'sha tabletkalarga yoki insulinga suyanib o'tirib qolmasdan bundan foydalanib ko'rsa bo'laveradi. Bu chunki biz uchun, O'zbekiston uchun yoki qanaqadir tibbiyot uchun yangilik narsa emas aslida. Aslida. To'g'ri, farmatsevtika sanoatiga bu yoqmasligi mumkin, lekin asli bizni tibbiyotimizga kelib chiqishi shu batlardan bo'ladi. Haqiqatni tan olish kerak. Haqiqat, bu haqiqat. Bunda o'ylab qarasangiz, Ibn Sino bizni o'sha giyohlardan, o'sha travalardan yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir quritilgan bir nimalardan tayyorlab davolagan xalqni. Albatta. Millatni davolagan. Bu millatning otasi, mana tibbiyotning otasi. Biz endi shu bilan xohlaymizmi, yo'qmi, asliyatimizga qaytyapmiz. Shu narsalar kirib kelib bo'lgan. Batlarni xohlaymizmi, yo'qmi qabul qilishimiz kerak. Chunki mana men bemor sifatida shu narsani tanamda his qilib ko'rdim-da. Men qanaqa kimnidir alday. Bu reklama uchun emas, boshqa uchun emas. Men ichimdagi sof gaplarimni aytyapman men sizlarga. U eshitgan, kim ko'rsa ham, eshitsa ham men tortishaman soatlab kerak bo'lsa kim bilandir. Shu to'g'risida-da. Chunki foyda ko'rdim. Allohga shukr. Shifo Allohdan, lekin sababini qilish kerak. Kimdir nimadir sababchi bo'ladi bu narsaga. Birinchi YouTube'da ko'rdim dedingiz. Ko'rganingizdan keyin qancha vaqt ishonmasdan yurgansiz? Ancha vaqt. Bu aytaymi 1 yil o'tgandir. Nimaga desangiz, haligi doktor Ali choyiga borib ko'rganman, ular bilan gaplashganman. Ungacha masalan diabetga nima dori desa, men hammasi bilan gaplashganman, iste'mol qilmaganman. Meni ishontira olish kerak edi-da kimdir. Shu narsaga, chunki asabiy bo'lganmiz, hamma narsaga shubha bilan qaraymiz. Nimadandir shifo topsangiz, ozginadan keyin yana muammo boshlanadi. Shu narsalardan charchagan odam hamma narsaga shubha bilan qaraydi-da. Hammasi bilan gaplashib bir haligi ichimdan bir nima bo'lmaganda, ishonch. Keyin o'sha stop diabetga qilganimda ham aytyapman, bir 2 marta qilganimda endi bo'ldi qaytib menga qilishmaydi deb o'ylagandim. Ular bilan ham xafalashganman, ularni ham xafa qilganman haligi. O'zim xijolat bo'laman, lekin holat shunaqa bo'lgan. Meni ishontirib nima qilish qiyin bo'lgan. Oxiri o'sha bir marta o'zlari aloqaga chiqishdi-da, keyin sizga mana konsultant vrachimiz bizni bog'laymiz siz bilan deb o'sha Oydinoy. U qiz anchagacha men bilan gaplashib yurdi, mendan hol-ahvol so'rab yurdi. Endi hozir boshqa Rafiq Joma degan yigit nima qilyapti? Aloqaga chiqyapti. Shu mana bizning YouTube kanalimizda ham 90 mingta odam bo'lsa, bir necha yillardan beri o'ylanib, olsammikin, olmasammikin deb ikkilanib yurganlar bor-da. Mana siz 1 yil o'ylandim deyapsiz. Qancha o'ylanish kerak bo'lsa o'ylanib bo'lsiz. Ularga nima degan bo'lardingiz? Tavakkal qilib ko'rish kerak. Shunday. Nimaga dengda? Bizda bitta asosiy maqsadimiz diabetda sahrni bir me'yorda ushlab turish, stabilni ushlab tura olish. U nima farqi bor? U dorimi, giyohmi, nima farqi bor? Ushlab tursak bo'ldi-yu shuni. U chunki diabetda sahr ko'tarilib balki uzoq vaqt yurgan sari albatta qayerdingizdir yumshoq to'qimami, qattiq to'qimami qayerdingizdir zararlaydi. Yo ko'zga, yo qaygadir. Bizda eng muhimi qandimizni ushlab tura olish va og'riqlardan xalos bo'lish. Shunday. Unda haligi nima farqi bor? Uni yomonlab, buni yomonlab, buni nima qilib, menga o'xshab 1 yil kutmasdan tavakkal qilib ko'rishsin. Mana tavakkal qilib ko'rdim, kam bo'lmadim, to'g'risida. Chunki o'shaning uchun haligi hammaga atrofimda qancha odam foydalanyapti. Hozir tavsiya qilganman, ular foydalanyapti, kam bo'lmadi, mana ichib yuribdi, yaxshi yuribdi. Tavsiya qilaman xullas. Mana ko'pchilik firmalar shu mahsulotdan iste'mol qilayotgan bemorlar bilan gaplashtirishga qo'ymaydi ko'p vrachlar, ko'p firmalar. Bu o'zidan o'zi ishonchsizlikni olib keladi. Biz aynan shunaqa bo'lmasin, shaffoflik bo'lsin deb har bitta viloyatga alohida guruh ochdik. Mana o'zingiz ham Namanganliklar guruhida borsiz. Yaqinda bildim shuni. Mana shu YouTube videoyimizni, shu ko'rayotgan videoni kommentariyasiga biz link qo'yamiz. Shu linkni ustiga bossa, viloyatlar kelib chiqadi, Telegramda viloyatlar.
o'zini viloyatining ustiga bosib, shu gruppaga qo'shilib, misol uchun buxorolik odam Buxoro degan yozuv ustiga bosadida, shu buxorolik stop debet ichayotganlar bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashsa bo'ladi. Misol Namanganlik bo'lsa, namanganliklarga kirib, rostdan bu ta'sir qilyaptimi, olsammikin yo ota-onam yo bersammikin degandim, ta'sirini bilaychi deb so'rasa, ochiq oydin aytishadi. Misol uchun Toshkentlik odam Toshkentlik odamning gapiga ishonadi, Qashqadaryolik odam Qashqadaryolik odamning gapiga ishonadi. Shuning uchun ham hamma narsa ochiq oydin bo'lsin deb 12 ta viloyatga gruppa ochib qo'ydik. Shuda hozir mana shu videoni kommentariyasiga kirib, shu link ustiga bosib, o'zini viloyatini gruppasiga qo'shilib, ochiq oydin so'rasa bo'ladi. Yoki-da biz bu yerda telefon nomer ham qo'yib qo'yamiz, WhatsApp nomer ham qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib shu mutaxassislardan stop debet haqida ma'lumot olsa bo'ladi, inshaalloh. Rahmat, siz bilan suhbatimiz juda ham maroqli bo'ldi. To'g'risi, bunchalik zo'r bo'ladi deb o'ylamadim. Yo'q, bunaqada haligi kimgadir foydamiz tegsa xursand bo'lamiz baribir. Chunki bizga o'xshab yo'lini topolmay yurgan, hali u dori bilan, hali bu dori bilan bitta mana haligi zeriktirib qo'ymayapman. Bitta nima bor? Gruppa borda rahmim keladi. Nima? Birinchi tip diabetlarda onalari. Haligini ko'rsangiz, kindigimda atrofi shishib ketdi, ko'karib ketdi, bir narsa, ular doimiy insulinda yuradi-yu. Shularga ham ba'zida rahmim keladi. O'shalarga o'xshab insulindan charchagan tanalar qancha. Bir foydalanib ko'rish kerak baribir. Boshqa yo'llarini ham atroflicha qidirib ko'rish kerak. Mana foydalansin stop diabetdan. Qancha odam, masalan, shu qancha podpischiga bor, odzivlarga kirsangiz, o'shani foydalanayotgan odamlar rahmatnomalar yozadi. Ularni kimdir majburlab yozdirmaydi. Hech kim majburlamaydi ularni. Hammasi ad-dushi ichidan chiqqan samimiy tilaklari. Chunki joniga oro kirganda, masalan, Immunolife kompaniyasi menga bir o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Yoki bo'lsalar, meni ammamning o'g'liniki yoki bir qarindoshimniki emas. Menga o'xshagan qancha shifo topgan odamlar bor edi. Albatta. Albatta. Kimgadir foydasi tegsa, savobi ham bor-da buni. Kimnidir joni halovat topadi shundan. Umriga mazmun kiradi, sifat kiradi. Shunda yashagisi keladi. Mana sahr bo'lganlarda men ko'p eshitaman intervyularga borib, odamlarga qo'shilgim kelmay qoladi. Ruhiy tushkunlikka tushadi. Odam charchaydi. Haligi nimaga aynan men degan narsa bor. Shunda menda bo'lgan. Nimaga aynan men tanlandim shunga deb. O'sha paytda haligi tavba qildim, Allohga shakam keltirib qo'ygandirmiz, haligi yomon ruhiy tushkunlik rosa yomon narsa-da, depressiya yomon narsa. Nimaga aynan men, nimaga men bo'lishim kerak? Nimaga menda asoratlanishni boshladi? Shunaqa bo'lib qolganman-da. U shunaqa asabni buzib qo'yadi, haligi o'zingiz xohlamagan tarzda kimgadir yomonlik qilib qo'yishingiz mumkin, kimgadir dilini ortib qo'yishingiz mumkin. Mana hozir meni gruppada taniganlar biladi, doim kulib yuraman, xursandman, chunki menda unaqa aytarli muammoni o'zi yo'q, Xudoga shukr. Mana sizda ham bo'lganmi? Shu saharligingizni bilgandan keyin, asoratlar bo'lgandan keyin, bo'ldi men birimni shu kasallik bilan o'tib ketaman, shu og'riqlar bilan o'tib ketaman degan xayol bo'lganmi? Bo'lgan, va unaqa ko'p bo'lgan, juda ham ko'p bo'lgan. Men rosa haligi uyimizdagilar rosa ko'p motivatsiya deydimi, o'shaqa ruhiy rag'batlantirish, shunaqa nima qilardi, ko'nglim ko'tarishardi, ana falonchi yuzga kirib o'ldi, pistonchi sahr nimaligini bilmay turib o'lib qoldi to'satdan, u o'lim kasallikka bog'liq emas, rosa meni o'shaqa qo'llab-quvvatlashgan yaqinlarim, uyimizdagilar. Allohga shukr, mana 50 yoshman. Yana 50 yil yashayversam, Inshaalloh, inshaalloh. Xudo xohlasa. Rahmat. Yaxshi niyatlarimiz bor. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Qancha odamga yaxshilik qilyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Biz sizdaqalarning suhbatini eshitib, qanaqa firmada ishlayotganimizni bir his qilib, motivatsiya bilan ishlaymiz-da mana. Yo'q, baribir odamlar xursand. Mana o'sha odzivlarga kim ishonmaganlar kirib ko'rsin. To'g'ri, juda ham ko'p haligi nima salbiy fikrlar ham bo'ladi, lekin ular bizga o'sha foydalanib ko'rmagan. Kimdandir eshitgan yoki boshqa firmalarning dorisini foydalangan. Foydalanib ko'rgan, ishonchi yo'qolgan, ularga ham oson tutmaydi. Ko'pchilikning ishonchi yo'qoladi, haligi undan bundan foydalanib ko'rib. Lekin masalan, mana ofitsialniy firma stop diabet ham, keyin ichidagi mahsulotlari kim qayerga borib tekshirtirsa, boshqa qilsa ko'rsin, mana menga o'xshab tushunganlar bir nima qilsin. Hammasi tabiiy komponentlar. Ichida bir nima bir shubhalanadigan bir narsa ko'rmadim-da. Shunday. Shunaqa.